kishi aytadi-da, endi 120 million, 100 million, 90 million topishadi deb aytishadi furachilar. Bu narsa 70% furachilar biladigan narsa va 30% shofyorlar biladigan narsa bor bu yerda. Hozir tepada rasmiy ultrani endi furachilar oyiga qancha pul topishini O'zbekiston ichida yana yukni qanday olishni aytib o'tsam. Tanaffusdan so'ng yana video olishni boshladim. Assalomu alaykum do'stlar. Men yana sizlar bilan Akobar. Ozgina tanaffusdan so'ng yana video olishni boshladim. Hozir o'zimizdan kitobdan Farg'onaga mel olib keldik. Melda ana hozir endi yuvamiz. İşler kurtuluşlar mıydı? Bugün sana 2025 noyabrda 9 sanasi 9 noyabr. Xudo xolasa ertaga yuqoramiz pampers. Hozir mashinani chiroyli moyka qilib ertalab yuklashga boramiz. Pampers qo'qonda pampers soatiga. Bularni ham to'liq video olaman. Hozir biz Otariq chorrahasi dolda. Ichini bo'lgan bo'lishchi topsa ishlari. Roqni ham qishmasa ham tashchiga yuramiz. Chunki ommalar bilan oyoq kiyim esdan chiqdi uydan olish. Bir oy oyoq kiyim tashchiga yuramiz. Şey yaldıraydı. Bir saat game 40 geldi. Saat böyle 2 saat oldu ve balonlarni tekshirish kerak. Uxlashga o'tish kerak. Soat 22dan 19 o'tdi. Yukni ittirib uxlaymiz. Barefoot lovers hand in hand, we're riding down the road with the wind in our hair. Radio humming like it just don't care. Stars above and wheels that shine. Baby, Route 66 feels mighty fine. Oh. Cuidado. Remodelado, cuidado. Onda está, We'll ride down the road with the wind in our hair. Ozgina qoldi. O'rtadan kirishni o'tdik. Yo'lda hozir harakatga chiqamiz. Soat 1:30 bo'ldi. Orqada kran bilan kran konteynerga kirishayotgan ekan. O'shanga hozir men mashina ichini arzonni ko'rsataman sizlarga. Tezligi 140 ga boradi. Metan
Shof. Bu yerda plastikasi bor, guldusi bor. Radiosi, muzikasi bor. Monitor bor. Icheriga ham ko'rsak, sal tartibsizroq. On ikkitalik skors, panejniy poveshlik, ruchnoy parashyut. Bu yerda endi pista bor, o'qigan payti chakiladi. Tepada shunda quticha bor, o'sha narsa solinadigan. G'arib tortadigan bor. Shu mashina obzori shu. Baby, Route 66 feels mighty fine. Yo'lga ham chiqardik, xudo xolasa endi soat 5:30. 5:30 bo'ldi soat. Fromzonadan chiqib boramiz. And a girl who smiles. We danced in dust for miles and miles. We were riding down the road with the wind in our hair. Radio humming like it just don't care. Stars above and wheels that shine. Baby, Route 66 feels mighty fine. Texas towns and desert heat, but your laughter made it feel so sweet. New Mexico painted our red and red. Sunset colors where the mountains bled. We're riding down the road with the wind in our hair. Radio humming like it just don't care. Stars above and wheels that shine. Baby, Route 66 feels mighty fine. Sadoqat Pater. Arizona stars lit up your face. The Pater bozori. touch the land. Barefoot lovers hand in hand. We're riding down the road with the wind in our hair. Radio humming like it just don't care. Stars above and wheels that shine. Baby, Orqadan Route akaman. 66 feels mighty fine. Bilmayman, 80 bo'lsa kerak. Biz probka bo'lib qoldi. Vodiy postida biza bilmay oldindan bu yoqdan kelganimizda bo'lsa ikkinchi palatadan hozir bilan o'tkazib yubordilar. Down the road with the wind in our hair. Radio running like it just don't care. Yervaldan tushamiz. Xo'sh do'stlar, biza Angren chuqur zapravkamiz. Restorangelik. Soat noto'g'riga 21dan qurol tutdi. Sovuqni kutishim kerak. Sovdi mana o'sha 80dan tushdi. Yana bir ikkita ma'lumotlarni aytsak, hozir yo'l kirani endi furachilar oyiga qancha pul topishini O'zbekiston ichida yana yukni qanday olishni aytib o'tsam, hozir bizlar yukni olish uchun 70% furachilar biladigan narsa va 30% shofyorlar biladigan narsa bor bu yerda. Hozir tepada rasmini qo'yib qo'yaman. O'shanga qarab bilmaganlar o'sha gruppaga kirib o'zlari yuk olishadi, bilganlar o'zlari bilishadi, shunaqa bo'lishdi. Hozir yo'lkiraga kelgan bo'lsak, keladigan bo'lsak, yo'lkira qancha pul topishini videoni oxirida aytib o'taman. Buni ham keyin qancha pul topishi ko'p kishi aytadi-da, endi 120 million, 100 million, 90 million topishadi deb aytishadi furachilar. Bu narsa menimcha, bu narsa yarmini ham topisha olmaydi furachilar. Yani yo'lda yuradiganlar o'zi biladi uni. Bir oy tinimsiz yursa ham uncha pul topolmaydi. Kim aytayotgan bo'lsa ham, bir ikkita odamdan eshitdim-da, sizlar buncha topasiz
kodlama beraman. Daftarchaga yozilgan hammasi. O'yiga qancha ishlayapmiz, qancha oydan tushgani, o'zimizga tushgani hammasini aytib o'taman. Oxirida endi hozir choyda cho'lib yo'lga tushamiz. Qo'qondan chiqqanimiz ham 4 soat o'tib qoldi. Hozir choy ichib bo'ldik. Endi xudo xolasa zapravkaga qarab boramiz. Kechasi uxlab qolmam. Ertalab qarasak Samarqanddaman-ku. Bitta qo'shaloq qo'ya olamiz, ketamiz hozir. To Navoiygacha. Do'stlar, hozir biz ikkinchi birinchi tushadigan joyga keldik. Ya'ni ikki joyga tushadida Navoiyga, keyin Buxoroga, hozir Navoiyga keldik.
tepaga keldik. Choy olamiz. Keyin ikkinchi joyga tushirishga borishimiz kerak. Do'stlar, biz yetib keldik mana. Hozir ular yukda motorolda otishyapti. Biz bu qoldi, bir bort qoldi hozir. Yo'l kiraga keladigan bo'lsak, yo'l kira 5 million 200 ming, bu yoqdan 4 million 500 ming olgan bo'lsak, bu yoqdan 700 ming oldik. O'zimizga sof foyda 1,5 million xarajat bo'ldi. Oylikka keladigan bo'lsak, agar kuniga 7 soat uxlab, masalan 3 kun yo'l, 3 kun borib, 3 kun uxlamasdan kuniga 7 soat haydasangizlar, 25 milliondan 20 milliongacha topsa bo'ladi oyiga. Agar riskovat qilaman desangizlar, kuniga 2 soat yuk chiqqandan sirasi tushirib olib, pulini berib gaplashib, riskovat qilsangizlar 3 mingdan 3,5 ming dollar topsa bo'ladi, narsaga topsa bo'ladi. Endi bizga bilinmaydi, chunki biz 2 kishiligimiz uchun bilinmaydi unchalik. Biz ham shu kuniga xuddi bir kishi ishlasa 1 soat, 2 soat uxlaganday bo'ladi. Biz unchalik riskovat qilmaymiz. Masalan, bitta yukka borib, aka yo'q tushirib bering, ikkinchi yukka kirishimiz kerak demaymiz. O'zlari holiga tushirishib, o'zlari qilishadi. Endi bizda ham o'sha tushum 3 ming, 2,5 mingga aylanadi. Hammaga rahmat. Videom shu joyda tugadi. Agar yoqqan bo'lsa, oxirigacha ko'rgan bo'lsangizlar, like bosib qo'ysanglar, obuna bosib qo'ysanglar, menga shuncha plyus bo'ladi, men ham shuncha video ishlab olib borib boraman. Endi
O'zbekistonda yagona kontent bo'ldi. Pulini aytib, yo'l kiralarida aytib, yagona o'zim qildim. Hammaga rahmat.